Sharqiy Turkiston üstü ochiq turmaga aylandi. Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkiston musulmonlarini hozirgi madinalashgan 21-asrda qulluq davridagi insonlarni ko'rib boqmagan ichinishlik haqorat, inson chidog'siz zulmlar bilan xo'rlamoqda. Yaqindan buyon Xitoy tajovuzchilari musulmonlarni o'z masalasini topshirish nomidagi yig'inga tashkillab, Sharqiy Turkistonni haqiqiy shaklda üstü ochiq turmaga aylantirgan. Öz meselesini topshirishning doirasi intayin keng bo'lib, hozirgi ma'lumotlardan qaraganda Turkiyaga maxfiy berish ahvollari, umr yoki haj qilish ahvollari, haj va umrga borganda o'qigan kitoblar yoki ko'rishgan tuqqanlarga munosabatlik ahvollar, vatandan chet elga chiqish ahvollari, tabliğ va yig'ilishlarda o'ltirish ahvoli qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Mazkur yig'inda Xitoy tajovuzchilari yuqorqidek masalasi bor kishilar masalasini samimiy topshirgan hamda bemalol o'zini tanqid qila olganlarni kengchilik bilan bartaraf qilishga va'da qilgan. Biroq masalasini o'zligidan topshirmaganlar qo'lga ilinib majburiy tarbiyalash o'rinlariga olib berilganligi haqida tahdid solgan. Kishilik huquq tashkilotlari Ilhom To'xti haqida bayonot e'lon qildi. Xitoy turmisidagi Ilhom To'xtining muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligining 3 yillik munosabati bilan Xitoydagi o'zgarish xalqaro kechirim tashkiloti qatorli xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bayonot e'lon qilib, Ilhom To'xti masalasiga ko'ngil bo'lishning zarurligini o'xshamagan nuqtalardan ta'kidladi. Xalqaro soqchi tashkiloti Interpol yig'ini Xitoyda o'tkazildi. Xitoyning jamoat xavfsizligi muavin ministri Min Hongvi 2016 yili 11-oyda xalqaro soqchi tashkilotining prezidentligiga saylanganda kishilik huquq organlarining andishisini qo'zg'agan edi. Ularning qayd qilishicha, Min Hongvi Interpolning prezidentlik vazifasini o'tashga boshlagandan buyon Xitoy mazkur tashkilotning qiziltashliq uqtirishini suiiste'mol qilib, buni Uyg'ur faoliyatchilarining harakatini cheklash, Uyg'ur musofirlarni Xitoyga qaytarib ketish uchun qo'llanib kelgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti dushanba kuni Interpolning bosh kotibi Jorgen Stuk apandiga xat yozib, xalqaro soqchi tashkilotini Bejingdagi yig'inda Xitoyning qiziltashliq uqtirishni suiiste'mol qilish masalasini hal qilishni talab qildi. Xitoy Amerika bilan Shimoliy Koreyani ogohlantirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministerligi bayonotchisi Lokang Amerika va Shimoliy Koreyalik siyosatchilarga xitob qildi. Har ikki tarafning harbiy usullarni qo'llanib, masalaga chora topolmaydiganligini to'nib yetishi kerakligini qayd qilgan Lokang, Koreya yarim orolida yuz bergusi urushda g'alaba qilguvchi taraf chiqmaydiganligini eskartdi. Xabarda Pyongyang doiralarining sharqiy chegaraga askar yig'ishga boshlaganligini ilgari surish bilan birga Janubiy Koreya davlat bexatarlik tarmoqlarini manba qilib berilgan xabarlarda Shimoliy Koreyaning chegaraga urush aeroplanlarini avatganligiga doir uchurlar o'rin olgan.